Moin meine Liebe, lange nicht gesehen, oder? Bugun sizlar bilan Germaniyada ish beruvchidan tez va ijobiy javoblarni olish sirlari haqida gaplashamiz. Bilamizki, oxirgi kunlarda Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan, ishga kirmoqchi bo'lgan, Ausbildung qilmoqchi, Ferien job, BFT, xullas kalom kelmoqchi bo'lganlar soni juda ham ko'p. Va shuning uchun ham menga juda ham ko'p savollar keladi. Xullas kalom Germaniyada yashovchilar, Germaniyada emas, O'zbekistonda yashab turib Germaniyaga bormoqchi, ish qidirmoqchilar ham yozishadi. Ish beruvchiga avvalgi birga biz xat jo'natamiz deyishyapti, ya'ni hujjat jo'natamiz, bizga ответ kelmayapti, отказ kelyapti. Sababi nima deb o'ylaysiz? Hamma dokumentimiz joyida deyishadi. Va mana so'rashadi, biz siz uzoq vaqtdan kuzatamiz. Nimaga siz любой joyga ishga kirsangiz doim ijobiy ответ olasiz. Siri bormi deyshadi. Albatta siri bor va bu sir bilan sizlar bilan bugun bo'lishaman. Bu sirni olishingizdan oldin siz menga like va podpiska bosishni unutmang va videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni o'zi bir dona siri bor. Bu ham bo'lsa CV bilan to'g'ridan motivatsion xatingiz. Bu ikkita narsa sizda perfekt bo'lmas ekan. Siz hech qachon ish beruvchidan ijobiy ответ o'ta tursin. Ya'ni o'zi вообще-то ответ olishingiz qiyin bo'ladi. Отказ o'ta tursin, tushunasizmi? Buning uchun men ana shu masala bo'yicha sizlarga bitta video tayyorladim. U videoda siz Lebenslauf, ya'ni CV bilan motivatsion xatni qanaqa perfekt yozish va tekinga yozish uslublari haqida video tayyorladim. To'liq videoni silkasini qo'lga kiritishni xohlasangiz, kommentariyada xat yoki motivatsion xat deb yozib qoldiring va ikkinchisi esa videoda turgan ikkita profilga a'zo bo'ling va keyingi yil 2026-yilni Germaniyada kutib oling.